Chechen qo'mondonidan to'g'ridan-to'g'ri tahdid. Ruslarni o'ldirish uchun kelgan xorijliklar yo'q qilinadi. Uchburchak urush. Rossiyaning yangi jangovar uslubi ochiqlandi. Rossiyadan qattiq ogohlantirish. Dronlar uchun javob berasizlar. Urush tugamoqdami? Rossiya tinchlik shartnomasiga tayyorligini e'lon qildi. G'alaba Putin tomondami? AQSh razvedkasi nimani aniqladi? Yevropa Trampning Ukrainani tashlab qo'yishidan xavotirda. Fransiya chiroqsiz qoldi. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Вирджиния, здесь не канает, блядь. G'alaba Putin tomondami? AQSh razvedkasi nimani aniqladi? AQSh harbiy razvedka boshqarmasining 2025-yilgacha global tahdidlarni baholash yillik hisobotiga ko'ra, Moskva Ukrainaga qarshi urushda o'z maqsadlariga erishishni davom ettirmoqda. Hisobotda ta'kidlanishicha, Rossiya Ukrainani holdan toydirish strategiyasini qo'llamoqda. Bu orqali u Ukrainaning qarshilik ko'rsatish qobiliyatini zaiflashtirish, aholisini ruhiy tushkunlikka solish va G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlashning kamayishini kutishga urinmoqda. Hujum sur'ati nisbatan sekin bo'lishiga qaramay, Rossiya qo'mondonligi buni maqbul deb hisoblamoqda. Putin ehtimol hamon Ukrainada g'alaba qozonishni ko'zlayotgan bo'lib, uning maqsadlari asosan o'zgarishsiz qolmoqda. Ukrainaning betaraf maqomiga erishish va mamlakatni yanada markazsizlashtirish. Tinch yo'l bilan hal etilmasa yoki G'arb tomonidan sezilarli darajada qo'llab-quvvatlanmasa, jang maydonidagi vaziyat katta ehtimol bilan oldingi siljish sur'atining sekinlashishi va katta yo'qotishlarga qaramay, 2025-yil davomida asta-sekin Rossiya foydasiga o'zgarib boradi, deya ta'kidlandi hujjatda. Rossiyadan katta ogohlantirish. Dronlar uchun javob berasizlar. Rossiya so'nggi 3 kun davomida Ukraina tomonidan amalga oshirilgan dronlar hujumiga munosib javob berilishini ma'lum qildi. Nishon sifatida faqatgina harbiy obyektlar va harbiy sanoat majmuasi korxonalari tanlanadi, deya ta'kidlanadi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Tashqi ishlar vazirligi mazkur hujjatlarni AQSh ma'muriyati yordamida qayta yo'lga qo'yilgan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bevosita muzokaralar jarayonini izdan chiqarishga urinish deb baholadi. Chechen qo'mondonidan to'g'ridan-to'g'ri tahdid. Ruslarni o'ldirish uchun kelgan xorijliklar yo'q qilinadi. Chechenistonning Ahmad maxsus kuchlari qo'mondoni Abdialodinov Ukrainadagi urushda qatnashayotgan jangchilar haqida bayonot berdi. RIA Novosti nashriga bergan intervyusida u ukrainaliklarning ko'pchiligi jang maydonida majburiy safarbarlik natijasida kelayotganini ta'kidlab, ularga nisbatan muloyim yondashishni muhim deb hisoblashini bildirdi. Ukrainaliklar aksariyat hollarda jang maydoniga majburan olib kelinadi. Shuning uchun biz ularga asirga tushib tirik qolishga imkon beramiz. Men buni o'z jangchilarimga har doim tayinlayman. Lekin aslida nima bo'layotganini tushunmay, fashistlar va shayton tarafida turib, ruslarni o'ldirish maqsadida bu yerga kelgan xorijliklar yo'q qilinish kerak. Ayniqsa Rossiya hududiga bostirib kirganlari, dedi Alodinov RIA Novostiga. Urush tugamoqdami? Rossiya tinchlik shartnomasiga tayyorligini e'lon qildi. Sergey Lavrovga